Said Jalolxon ustozimiz shu yerdalar. Ustoz, siz bilan o'tgan dars gunohlarning asorati haqida gaplashgandik va bir qism o'laroq gaplashgandik. Keyingi qismini yana suhbatlashamiz deb qoldirgan edik. Bugun do'stlarimiz bilan mana shu keyingi davomiy qismini davom ettirsak degan bo'lardik. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillahi va ala alihi va ashabihi ajma'in va ba'd. Shu o'tgan darsimizda deylik yoki o'tgan suhbatimizda gunohlarning ta'siri, ya'ni asorati inson hayotiga, insonni diniga va insonni qalbiga bo'lgan gunohlar o'sha ta'siri to'g'risida, asorati to'g'risida gaplashgandik. Mavzu biroz katta bo'lgani uchun buni bitira olmadik. Bugun ham asosiy qismi, bu mavzuning asosiy qismi bo'lgan gunohlarning inson diniga, ya'ni bandaning diniga, diyonatiga bo'lgan ta'siri va asorati to'g'risida gaplashamiz inshaalloh. Xo'p bo'ladi. Shu mavzu asosida, ya'ni tomoshabinlarimizdan shu mavzu asosida, shu mavzuga aloqador balki savollar bo'lsa, o'sha YouTube kanalidagi ochiq chatga balki yozishlari mumkin. Agar bila olsak, imkon topsak, balki javob beramiz inshaalloh. Inshaalloh. Xo'p, endi o'tgan suhbatimizda gunohlarni insonning qalbiga bo'lgan asorati to'g'risida gapirdik. Bugungi qismda esa insonlarning, ya'ni dinning, gunohlarning insonning diniga bo'lgan ta'siri to'g'risida gaplashamiz. Eng birinchisi, bu gunohlar insonni ilm olishdan to'sib qo'yadi. Ilm olishdan mahrum qilib qo'yadi. Chunki ilm bu Allohdan kelgan bir nurdir. Ilm bu bir nur. Bu nurni Alloh taolo insonni qalbiga tashlaydi. Ya'ni ilm Allohni inson qalbiga joylashtiradigan, qo'yadigan, tashlaydigan bir nurdir. Va gunohlar esa bu nurni nima qiladi? O'chiradi. Bu nurni o'chiradi. Bu to'g'risida misollar ko'p. Masalan, hammaga mashhur Imom Shofiy rahimahulloh. Bu zot Imom Malikdan dars olganlar. Imom Malikni oldilariga kelganlarida Imom Shofiyni zehnlariga va yodlash tezligiga qoyil qoladilar Imom Malik. Shunda hatto mana aytishadiki, Imom Shofiy bir kitob o'qiyotgan vaqtlarida kitobni o'ng sahifasini bunday qarab yodlayotgan paytda chap sahifasini, chap betini o'zini o'sha kiyimlarini yenglari bilan to'sib qo'yar ekanlar. Mabodo ko'zi tushib qolsa, o'ngidan oldin chapini yodlab olmasliklari uchun. Ya'ni ko'zi tushlik bilan yodlaydigan darajadagi nihoyatda juda ham o'tkir bir zehn, o'tkir bir xotira egasi bo'lganlar. Shunda Imom Malik rahimahulloh Imom Shofiyning mana bu hali yosh bola, ya'ni Imom Shofiy u paytlarda juda ham yosh. Ana bu yoshdan, mana bu yoshdagi nihoyatda ya'ni g'ayrioddiy bir xotirani ko'rganlarida va fahmni, farosatni ko'rganlarida Imom Shofiyga shu so'zlarni aytadi. Aytadilarki, ey yigit, men Alloh taoloning sening qalbingga bir nur joylashtirganini ko'rdim. Nur qo'yganini ko'rdim. Mana bu nurni sen gunohning zulmati bilan o'chirib qo'ymagan dedilar. Ya'ni insondagi mana bu kuchli xotira, tushunishlik, ilmga bo'lgan qalbidagi ochiqlik, ilmni egallashga bo'lgan toqat,
mana bular Alloh taolodan keladigan bir nurdir. Buni inson gunoh qilib bu narsadan mahrum qilmasligi kerak. Shunda aytadilarki, Imom Shofiy bir kun bir bozorda ketayotganlarida shamol oldida ketayotgan bir ayolni shu etagini sal ko'targanda tovonlariga bir ayolni tovoniga ko'zi tushib qolgan ekan. Shundan keyin hech ham yodlamay qoldim dedilar. Ya'ni mana shu bir marta beixtiyoriy ko'zim tushib qolgani uchun ko'p narsadan mahrum bo'lib qoldim bir muddatga. Shundan keyin hatto o'zlarining ustozi Vaki' ibn Jarrohga borib aytadilar. Ya'ni mana shunday zehnim pasayib ketdi, xotiram juda ham tushib ketdi deganda o'sha mashhur bir bayt qilib aytib beradilar Imom Shofiy. Shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi va akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullohi la yuhda lil-'asi. Imom Shofiy aytadilarki, men Vaki'ga o'zimni xotiramni zaifligidan shikoyat qildim. Va ustozim menga gunohlardan uzoq bo'lishimni tavsiya qildi. Va aytdilarki, ilm aslida bu nurdir va Allohning nuri esa osiyga bormaydi, ya'ni osiyga yo'llamaydi. Demak, shar'iy ilmlarni talab qiladigan musulmon odam o'zini gunohlardan tiyishi kerak. Ana shunda Alloh taolo o'sha nur bo'lgan, Allohdan keladigan bir nur bo'lgan ilm uning qalbiga joylashadi. U ilmni tushunadi, u ilmga amal qiladi va bu bilan ham o'zini, ham atrofidagi insonlarni jahannam azobidan qutulishiga nima bo'ladi? Vasila bo'ladi. Mashhur tobiinlardan va mufassirlardan bo'lgan Dahhak bin Muzahim, Alloh u kishini o'z rahmatiga olsin, aytadilarki, bir inson Qur'onni o'rganib, yod olib, keyin unutadigan bo'lsa, buning sababi bir gunohdir deydilar. Ya'ni insonlar Qur'on o'rganib, Qur'onni yodlagandan keyin unutishlarining yagona sababi bu qilingan gunohlar tufayli. Mana shu qilgan gunoh qalbidagi pok bo'lgan narsani itarib chiqaradi. Insonning qalbidagi pokiza bo'lgan Allohning oyatlarini quvib chiqaradi. Chunki Alloh taolo aytadiki, "Va ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir va nisyanul Qur'ani min a'zamil masaib." Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlarga biror bir musibat kelsa, bu sizlarni o'zingizni qilgan ishlaringiz qilgan bima kasabat aydikum, ya'ni qo'llaringiz kasb qilgan narsadan tufayli, ya'ni o'zinglar qilgan ishlar tufayli Alloh taolo sizlarga ba'zi bir musibatlarni jo'natadi. Va Alloh taolo shunda ham ko'pini nima qiladi? Kechirib yuboradi. Masalan, inson ba'zi bir gunohlarni qiladi, lekin Alloh darrov uni jazosini bermaydi, balki tavbasini marhamatidan tavbasini kutadi. Va ba'zi bir kunga olib qo'yadi, ya'ni ulug' bo'lgan o'sha qiyomat kuniga olib qo'yishi mumkin uning jazosini. Bu oyatni aytdilar Dahhak, aytdilarki, ya'ni insonga keladigan musibatlar insonning qilgan ishlari, gunohlari tufayli bo'ladi va Alloh ba'zilarini ularni nima qiladi? Ko'pini kechiradi. Va Qur'onni unutishlik bu eng katta musibatlardan dedilar. Demak, inson Qur'onni unutsa, yodlagan Qur'onni unutib qo'yadigan bo'lsa, bu u o'sha qilgan gunohlari sababli bo'ladi. Xo'p. Endi gunohlarning insonning diniga ko'rsatadigan yomon ta'siri, asorati, bu ikkinchisi bu ilful ma'siya. Bu gunohlarga odatlanib qolishlik. Gunohlarni xuddinki oddiy ishdek qabul qilishlik. Seskanmaslik. Gunohlardan jirkanmay qo'yishlik. Alloh taolo bir inson agar bir gunohni
qiladigan bo'lsa, gunohlar qanday sodir bo'ladi? Insonni xayoliga bir nima keladi? Bir fikr keladi. O'sha vaqtni o'zida uni to'smasa nima bo'ladi? Bir xohishga aylanadi. O'sha vaqtda u xohishni to'smasa, u istakka aylangan xohish harakatga o'tadi. Shu ishni qilgisi keladi. Va u ishni qiladi. Agar u ishni qilgandan keyin ham to'xtamasa, bir marta gunohga qo'l urdi. Qattiq o'kinib tavba qilib to'xtamasa, uni orqasidan ikkinchi marta qilgisi keladi. Va u keyin nimaga aylanadi? Odatga aylanadi. Va odatga aylangan narsani tark qilishlik nima bo'ladi? Qiyin bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, mu'min kishi qilgan gunohlarini xuddinki bir qoyaga o'xshab ko'radi. Tepasida turgan qoyadek. Hozir bosib ezib qo'yadigan. Tepasida bir qoya turibdi. Hozir ezilib, ya'ni hozir ko'chib sizni ezib qo'yishligi mumkin. Mana shunday tog'dek, mana shunday bir toshdek, juda katta bir harsangdek ko'radi o'zini gunohlarini. Endi fojir esa, gunohkor inson esa gunohlarni xuddinki burniga qo'ngan pashshadek ko'radi. Shunaqangi xafif. Bunday qo'li bilan qilsa nima qiladi? Uchib ketadigandek. Nima uchun? Chunki inson qilib gunohlarni qila uni qalbidan bu gunohga bo'lgan gunohdan jirkanishlik, ya'ni bir gunohning yomonligi uni qalbidan nima qilib qoladi? Juda oson narsaday bo'lib qoladi. U birinchi qilayotganda qiynalgan qalbi, qiynalgan vijdoni vaqti kelib nima bo'ladi? Borib so'nib oxiri har qanaqangi gunohni qo'rqmasdan, tap tortmasdan qiladigan bo'ladi. Va hattoki buni qilishni shun darajagacha bo'ladi, hatto yashirmay qo'yadi bu narsani. Hatto buni masalan insonlarning oldida qilishlikkacha boradigan bir holatga kelib qoladi. Ustoz, mana shu narsani qalb qotishi desak bo'ladimi? Ya'ni o'sha o'tganda aytdik-ku, masalan, gunoh qalbga kelgan bir qora nuqtadek, ya'ni qalb bir gunoh qilingandan keyin insonning qalbiga bir qora nuqta tushadi. U qora nuqta ko'payib oxiri xuddinki o'girilgan qora qurum bosgan nimaga aylanib qoladi? Toshga aylanib qoladi va inson undan keyin yaxshi gap sezmaydigan bo'ladi. Ya'ni yaxshilikni umuman qabul qilmaydigan narsaga aylanadi. Yana gunohlarni asoratlaridan, insonni diyonatiga, diniga yomon ta'sirlardan biri shuki, Alloh taolo bu gunohlarni ochiq, yashirmasdan qiladigan insonlardan muofatni, ya'ni ofiyatni Alloh taolo tortib olib qo'yadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda u kishi aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganini eshitdim. Rasululloh aytdilarki, kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Mening ummatimning har bir fardi Alloh taolo tarafidan berilgan ofiyatning ustida. Faqatgina mujahirunlardan boshqa. Mujahirunlar kim? Gunohlarni ochiq qiladiganlar. Gunohlarni yashirmasdan, tap tortmasdan insonlarning oldida qiladiganlar. Shunda Rasululloh aytdilarki, bu mujahirunlar qanday ish qiladilar? Bular kechasi bir gunoh amalni qiladi va Alloh taolo u qilgan gunohni nima qiladi? Satr qiladi, yashirib qo'yadi. So'ngra ertalab bo'lgandan keyin bir odamga borib turib aytadiki, ey falonchi, men kecha mana shu gunohlarni qildim deydi. Aslida Alloh taolo kechasi u qilgan gunohni satr qilib yashirgan edi. Ertalab esa Alloh taoloning satrini ko'tarib o'zini o'zi fosh qildi. Boya aytganimizdek, inson bir gunohni qilgandan keyin u gunohdan jirkanishlik, u gunohni jirkanchligi insonning qalbida nima qilib ketadi? Yo'q bo'lib ketadi. O'sha boshidagi shu jirkanch ishni qilayotgan vaqtdagi haligi
nima deydi, gunohga bo'lgan nafratlanish, uni bir yomon ko'rishlik narsa bora ketgandan keyin hatto nima qiladi, hech nimasi qiynalmasdan, vijdoni qiynalmasdan shu ishni qiladigan bo'ladi va u ham yetmagandek insonlarga ana shu gunohlarini aytib maqtanadigan darajagacha boradi. Sen Alloh taologa osiy bo'lganingni insonlarning oldida maqtanishgacha boradi. Ya'ni mana bu narsadan Alloh taolo, mana bunday bandadan Alloh taolo ofiyatni nima qiladi? Kesib qo'yadi. Hattoki inson o'ziga nima foyda, o'ziga nima zarar narsani ham bilmay qoladi. Alloh saqlasin. Gunohlarning inson diniga asoratlaridan yana biri bu insonni toatdan, ibodatdan mahrum qilib qo'yadi. Va toat ibodatga insonni og'ir qilib qo'yadi. Va insonni ibodatga olib boruvchi yo'llardan to'sishni boshlaydi gunoh. Boshdan jamoat bilan namoz o'qishlikdan to'xtaladi. Masjidga borishlikka oyog'i og'ir qilish, ya'ni og'ir bo'lishni boshlaydi. Namozga turishga juda ham erinadi. Bir namozni, bir ibodatni qilishlikdan nihoyatda nima qiladi? Erinib turishlikka og'irlashib ketadi, yer tortib ketadi. Bularning sababi nimadan bo'ladi? Gunohlardan. Inson agar mana shu ibodatlarga haligi sakrab turadigan, ibodatlarga ya'ni shoshilmaydigan bo'lsa, har qanaqangi yaxshi ishlarga og'ir yuradigan bo'lsa, gunohga tez chopadigan, bo'sh, lag'ov gaplarni eshitishga juda ham nima deydi? Yengil, ya'ni lag'ov bo'lmag'ir narsalarni vaqt o'tkazishlikdan, ya'ni soatlab bir bo'lmag'ir narsalarning ustidan na diniga, na dunyosiga foydali bo'lmagan amallar bilan shug'ullanadi. Lekin Qur'on eshitishlikka toqati yetmaydi. Qur'on o'qishlikka toqati yetmaydi. Birdaniga zerikadi, darrov zerikadi. Biror bir mav'iza eshitishlikka toqati yetmaydi. Fikriga, insonni xayoliga bir shu bir 2 rakat namoz o'qib olsammikan degan fikr keladi, lekin u fikr o'sha vaqtning o'zida nima qiladi? Yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni inson turib tahorat qilib nima qilmaydi? Ya'ni amallarga, savob amallarga nima qilmaydi? Shoshilmaydi. Birovlarga yordam qilishlikka, masalan muhtojlarga yordam qilishlikka, mazlumning yonida turib berishlikka, mana bunday ishlardan inson nima qiladi? Uzoq bo'lib qoladi. Asosan o'z nafsini quliga aylanib qoladi. Nafsiga og'ir keladigan, nafsiga mushkil keladigan har qanaqangi amallardan sovib qoladi. Bularning sababi gunohlarning ko'pligidan. Ya'ni gunoh qila inson yaxshi amallardan nima qiladi? To'silib qoladi. Bir yosh yigit Hasan al-Basriyni yoniga kelib aytdiki, ey shayx, kechasi namozlarga tura olmayapman. Tahajjud o'qishlikka ojiz bo'lib qoldim. Hech ham qo'limdan kelmayapti deganda, qayyadatga xatoyak dedilar. Ya'ni seni xatolaring, qilgan gunohlaring qo'l oyoqlaringni bog'lab tashladi dedi. Shuning uchun inson ba'zi odamlar so'raydi, masalan, qanday qilib inson taqvodor bo'lishligi mumkin? Qanday qilib inson yaxshi amallarni ko'p qilishligi mumkin? Buni eng birinchi yo'li gunohlardan to'xtashlik, gunohlarni kamaytirishlik. Har qanaqangi gunohi kabiralardan tavba qilishlik. Qanchalik siz pokizalanganingiz sari har qanaqangi yaxshilikka, har qanaqangi yaxshi amalga nima qilasiz? Yengil harakat qilishni boshlaysiz. Sizga hech qanaqangi amal og'ir kelmaydi. Shuning uchun biz sahobalarni tarixlarini, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarixlarini o'qiganimizda, sahobalarning tarixlarini ular kechalari qanday namoz o'qirdilar? Ularni Qur'on o'qishlikka bo'lgan muhabbatlari qancha edi? Ular masalan olis joylarga o'z vatanlarini tashlab ketib Allohning dinini borib o'rgatishlikka bo'lgan ishtiyoqlari qanday edi? Ularning hammasi ulardagi o'sha gunohlardan poklanishlikka bo'lgan intilishning oqibatida va ana shu ochiq,
oq qalbli insonlar bo'lganini sababidan shunday ishlar qilingan. Bugungi kunda insonlarning boshiga tushgan musibatlar, bugungi kunda insonlar boshiga keladigan mana bu iqtisodiy bo'hronlar yoki siyosiy bo'hronlar yoki urushlar, bularning hammasini ostida insonlarning o'z nafsiga qul bo'lishlari va hatto musulmonlarni o'sha robbilaridan uyalmasdan, tortinmasdan qilayotgan gunohlarning sababi bo'ladi. Ustoz, taklifni bildirib o'tsak, ruxsatingiz bilan. Do'stlar, bizda ayni vaqtda suhbat YouTube'da Registon TV kanalida ketyapti. Shu bilan birgalikda Telegramda Islom Abu Hanifa Xalqaro islom akademiyasi Telegram kanalida ayni vaqtda ikkita kanalda jonli efir ketyapti. Bu yerda Telegramda bizda yaqin 120 kishi kuzatib boryapti. Agar sizda mavzuga oid, bugungi suhbatimizning mavzusi gunohlarning asorati, bu mavzuga oid sizda turli xil savollar bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ga kirib, YouTube'da Registon TV kanalida ayni vaqtda jonli efir ketyapti. U yerda izohlar qismiga turli xil savollar yoki fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Savollarni ustozimizga o'qib eshittiramiz. Ustoz, inshaalloh davom etamiz. Rahmat. Xo'p, navbatdagi gunohlarning asoratiga keladigan bo'lsak, bu bir qilingan gunoh uning orqasidan shunga o'xshagan yoki undan yomonroq bir gunohni qilishligiga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni bir gunohning jazosi uni orqasidan boshqa bir gunohni ishlashga majbur qilishligidir. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, inson bir yolg'on gapiradi. Keyin u yolg'onni yopishlik uchun yana bir yolg'on gapirishlik majburiyatida qoladi. Tasavvur qiling. Bu birinchi gunohni qilmaganda edi, ikkinchi gunoh bilan u jazolanmasdi. Ya'ni bir gunohga qo'l urib, ikkinchi gunohni ishlashlik majburiyatida qoldi. Bir oyog'ini bir botqoqqa tiqqanida ikkinchisini ham tiqishlikka nima bo'ldi? Majbur bo'ldi. Bu uchinchisini orqasidan keyingisi keladi. Uni orqasidan keyingisi keladi, hatto inson shu botqoqlar girdobiga botib ketganicha. Shuning uchun salaflar aytishardiki, bir gunohning jazosi o'shanga o'xshagan boshqa bir gunohni ishlashdir. Orqasidan kelgan bir boshqa gunohni ishlashga majbur bo'lib qolishligidir. Va bir savobning jazosi, ya'ni bir savob ishning mukofoti esa uni orqasidan bir boshqa bir mukofotni, boshqa bir savobni ishlashlikka ishlashlikdir. Ya'ni tushuntira oldimmi? Masalan, bir gunohni ishlagan odam yana boshqa gunohni ishlashlikka majbur qoladi. Bu uning jazosi aslida. Chunki ikkinchi qilgan gunoh bilan u yana ham Allohdan uzoqlashib boradi. Siz bir yaxshi ish amalni qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo shunday qiladiki, uning orqasidan yana bir boshqa yaxshi amalni ishlashingizga, savob ishlashga Alloh muvaffaq qilib qo'yadi. Savob ortidan savob. Savob ortidan savob. Shuning uchun Alloh taolo o'sha Layl surasida aytadi: "Wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-unsa inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Kim a'ta, kim Alloh yo'lida Alloh uchun bir sadaqa bersa, wattaqa va Allohdan qo'rqsa, va saddaqa bil husna va Alloh taolo o'zini payg'ambariga jo'natgan mana bu dinga ishonadigan bo'lsa, fasanuyassiruhu lil yusra, biz unga yengillatib qo'yamiz. Ya'ni agar Alloh uchun bir sadaqa inom qilsa, biz olib kelgan dinga ishonsa va Alloh taoloni taqvo qiladigan bo'lsa, biz unga yaxshilik yo'llarini nima qilamiz? Yengillatib qo'yamiz. Bir amal, bir go'zal amalni Alloh uchun ishlaydi, Alloh taolo uni boshqa yaxshi amallarga yo'llab qo'yadi. Va amma man baxila vastaghna, ammo bir odam sadaqa berishlikdan, muhtojlarga yordam qilishlikdan baxillik qilsa va o'zini behojat his qilsa, qo'lidagi kuchidan, molidan, ya'ni mag'rur bo'lgan holatida o'zini behojat his qilsa, va kattaba bil husna, va biz payg'ambarga jo'natgan bu dinga, islom dinini yolg'onga chiqarsa,
bu haq emas desa, fasanuyassiruhu lil usra, biz unga og'irlikni yengillatib qo'yamiz deydi. Demak, inson bir gunoh qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni boshqa bir gunohlarni ishlashlikka nima qiladi? Yo'l ochib berib qo'yadi. Buni yana bir misollardan bittasi deylik, masalan, bu yerda bir bayt bor, bu juda mashhur baytlardan. Masalan, va ka'sun sharibtu ala lizzatin va ukhra tadawaytu minha biha. Birinchi qadahni mayni, ya'ni may qadahini, birinchi qadahni men lazzatlanish uchun ichdim. Ya'ni bir mayni bir ichdimki, undan lazzat topaman dedim. Ikkinchi qadahni esa birinchi qadahdan davolanishlik uchun ichdim deydi. Masalan o'sha mashhur nimalar bor. Kechasi bilan aroqxo'rlik qilib chiqqan inson ertalab boshi og'rib, gandiraklab, yana bir aroq ichsam o'sha boshim yorilib ketgan o'sha og'riqdan ketadi. Hali bir gap bordi, u esdan chiqdi ruschada. Paxmeli degan narsa bo'ladi o'zi. Nimalarda aroq ichadiganlarda ichgandan keyin ertalab yana majbur qoladi ichishlikka. Tasavvur qiling. Kechasi gunoh qilgan, ertalab turib boshi og'riyaptiki, ya'ni shu gunoh uni yana bir gunohga yetaklaydi. Bugun kundagi masalan narkotiklar. Narkotik moddalarni qo'llanayotganda insonni nima jalb qiladi o'ziga? Lazzatlanish. Har qanaqangi narkotikning turi insonni lazzat beradi. O'sha lazzatga aldangan holatda nima qiladi? Ammo keyin nima bo'ladi? O'sha narkotikni moddani qo'llanmasdan tura olmaydigan bo'lib qoladi. O'sha narsani agar olmasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Buning uchun uyini sotadi, joyini sotadi, iymonini sotadi, vijdonini sotadi, ahli oilasiga xiyonat qiladi. Shunday holatlar bo'lganki, ota-onasini urib oxirgi pullarini olib narkotik olishga majbur bo'lgan. Chunki ana shuni qabul qilmasa, insonning badani nima qiladi? Azoblanadi. Birinchi ish boshlanganda nima bilan boshlangan edi? Lazzatlanish bilan boshlangan edi. Keyin esa ana shu lazzatlanish o'shadan nima qilishga, o'shandan qutulishlik uchun ham nima qilishni boshladi? Narkotik moddalarni qo'llanishni boshladi. Bir marta kirdingiz, uni orqasidan keyin davom ketdi. Hatto davolanib chiqqandan keyin ham bir muddat o'tgandan keyin yolg'iz qolsa, ya'ni nima qilmasdan yana o'sha moddaga o'zini nima qilganlar bor. Shuning uchun gunohlar nima qiladi? Boshqa bir gunohni tug'diradi, ya'ni dunyoga keltiradi. Inson boshdan bir qaraydi bir narsaga, ya'ni nomahram ayolga bir qaraydi, keyin u bilan nima qiladi? O'sha qarashligini jazosi nima bo'ladi? U borib u bilan gaplashgisi keladi. Keyin u bilan boradi, keyin u bilan tanishadi, keyin u bilan xilvatda yolg'iz qoladi. Keyin u bilan zino qilishligi mumkin. Ya'ni shuning uchun haligi paydarpay. Bu gunohlarga inson bir marta yuzlandimi, keyingi gunohlar uni nima qiladi? Tortib olib ketadi. Demak, aytganimizdek, bir gunohning jazosi undan keyin yana bir gunohlarni ishlanishligiga nima bo'ladi? Sabab bo'lib qoladi. Yaxshi amallar esa teskarisi, ya'ni inson Alloh uchun bir yaxshilik qilsa, bir savob ishni qilsa, orqasidan yana bir savob ishni qilishlikka Alloh taolo muyassar qilib qo'yadi, yengil qilib qo'yadi, yo'lini ochib qo'yadi. Qalbiga o'sha bir savob ishlashni og'irligini qalbidan ko'tarib qo'yadiki, u yugurib, yaxshi ko'rib, yaxshi amallarni qilishlikka va yaxshi insonlar bilan bo'lishlikka Alloh taolo nima qiladi? Qalbini poklagan sari Allohning oldidagi darajasi yuksalib boradi. Gunohlarning yomon ta'sirlaridan yana biri, asoratlaridan biri bu gunohkor banda Allohning oldida, Allohning nazdida qadrsizlanib qoladi. Alloh taolo bu bandasiga past nazar bilan boqadi. Allohni biz turklarda bor, ko'zidan tushib qoladi deydi. Haligi, ya'ni Allohning nazaridan tushib qoladi inson. Gunoh ishlashligi bilan. Chunki Robbul alamin sizni
yaratgan, sizga ne'mat bergan, sizga hidoyat qilganu siz Robbul alaminga osiylik qildingiz. Hasan al-Basri aytadilarki, hanu alayhi fa'asawhu va law azzu alayhi la'asamahum. Alloh taolo bandani qilgan gunohlari tufayli past ko'rdi. Allohning nazaridan tushib qoldi u insonlar. Va bu shu sababli Allohga osiy bo'ldilar. Agar Allohga qadrli bo'lsa edi u inson, Allohning huzurida u qadrli bo'lsa edi, Alloh taolo ularning gunohlarini saqlab qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun gunohga qilaymi, qilmaymi degan deb o'ylanib turgan inson, gunoh qilishlik fikri insonni qalbiga kelgan vaqtda bir o'ylasin. Allohni nazardan tushib qolaman. Agar men Allohning nazaridan tushib qolsam, meni hech kim dunyoda qadrimni baland qila olmaydi. Kimni Alloh taolo xo'r qilsa, uni hech kim mukarram qila olmaydi. Alloh taolo kimni aziz qilsa, mukarram qilsa, uni hech kim xo'rlay olmaydi. Shuning uchun mana shu gunohni o'ylagan vaqtda inson o'ylashi kerakki, nahotki men Allohning oldida bir gunohlar qildimki, shu gunohga meni qalbimda bir ishtiyoq paydo bo'lyapti. Agar Allohning oldida bir qadrim bo'lganda edi, Alloh taolo meni xayolimga mana shu gunohni ishlashlikka bir nima deydi? Bir istak qalbimga tashlamagan bo'lardi. Ba'zi bir insonlar bor, masalan, umumiy darslarga, mav'izalarga, masjidlarga, savob bo'ladigan joylarga intilib turadi insonning qalbi. Ba'zilar esa yo'q. Bir narsa bo'ladi, bora olmaydi. Ya'ni mana shu mahrumiyat ham insonlarning qilgan gunohlari tufayli bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Fannasu rajulani." Insonlar ikki turli bo'ladi. Barrun taqiyyun karimun alallohi. Yaxshiligi ko'p, Allohdan qo'rqadigan va Allohning huzurida, Allohning nazdida mukarram inson. Birinchi toifa bular. Qanday insonlar? Barrun, insonlarga yaxshiliklari ko'p. Ko'p yaxshiligi tegadigan, foydasi tegadigan. Ikkinchi sifati nima? Taqi, Allohdan taqvo qiladigan. Mana shu inson Allohga nima? Allohning nazdida mukarram bir insondir. Ikkinchi toifa kim? Fajirun. Gunohkor, shaqiyun, badbaxt, hayyunun alallohi. Allohning nazarida xo'rdir. Sababi nima? Fojir bo'lgani uchun, gunohkor bo'lgani uchun. Va ayni paytda badbaxt, ya'ni baxtsiz, baxti qaro. Buning sababi nima? Ana shu gunohlar. Xo'p. Yana gunohlarni inson diniga bo'lgan asoratlaridan biri bu inson hidoyatga kelgandan keyin yana adashib ketishligidir. Qancha insonlar bor, Alloh taolo hidoyat berdi, keyin esa ularni adashtirib yubordi. Nima sababdan? Qilgan gunohlari tufayli. Inson bugungi holati bilan hech qachon mag'rur bo'lmasligi kerak. Chunki amallarni oxiri bilan o'lchanadi, xotimasi bilan o'lchanadi. Umr ham xotimasi bilan o'lchanadi. Qancha bir insonlar bor, ya'ni hayotini juda yuksak bir nuqtalarga yetib olib borishgan, lekin umrining oxirida masalan gunohkor bo'lib, adashib o'lib ketgan insonlar ham qancha. To'g'ri yo'ldan adashib, turli fitnalarga tushib ketganlar qancha. Alloh taolo aytadi Qur'onda, Nur surasini 63-oyatda, "Falyahzarillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amriga, buyruqlariga xilof ish qiladiganlar o'zlariga biror bir fitna yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan ehtiyot bo'lishsin. Rasulullohga osiy bo'lishlik, Rasulullohning sunnatiga osiy bo'lishlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga, buyruqlariga, sunnatlaridan yuz o'girishlik insonga bir fitnaga yo'nalib qolishligidan, dinida
bir fitnaga yo'nalib qolishlikdan. Qancha insonlar bor. Insonlarni to'g'ri yo'lda adashtirishga ikkita narsa sabab bo'ladi. Birinchisi shahvat, ikkinchisi shubha. Inson mana shu ikkita narsa bilan adashib ketadi dunyoda. Birinchisi shahvatiga berilib ketadi. Ikkinchisi qalbiga bir shubha tushib qoladi. Qancha buzuq toifalar bor masalan. Ahli sunnadan chiqib ketgan qancha buzuq toifalar bor, ularning sababi shubha. Alloh taolo uni qalbiga bir shubhani qilgan, ana shu shubhadan o'zini o'nglay olmasdan adashib ketgan toifalar qancha. Shahvatniki tavba bilan qaytsa bo'ladi. Inson shahvatiga beriladi, lekin Alloh taologa tavba qiladi va to'g'ri yo'lni yana qaytib oladi. Lekin shubha, insonning qalbiga tushgan shubha bilan inson adashib ketadi. Qancha insonlar bor, dindan ketib qolgan insonlar bor. Masalan, dindan yuz o'girib murtad bo'lib ketgan insonlar bor. Yoki buzuq umuman islom ummatidan tashqarida bo'lgan bir toifalarga qo'shilib ketgan insonlar bor. Bu nima? Qalblar Allohning qo'lidagi narsa. Lekin ana shu Allohning amriga itoat qilmaslik va Rasulullohning amriga itoat qilmaslik ularni mana shunday turli bir fitnalarga mubtalo bo'lishligiga sabab bo'ladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatib bergan biror bir sunnatga qarshi ish qilmadim. Biror bir sunnatni tark qilmadim. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biror sunnatidan yuz o'girsam, biror sunnatini qilmasam, adashib ketishligimga shu sababchi bo'lib qoladi deb qo'rqdim deganlar. Shunchalik Rasulullohning sunnatiga ittibo qiluvchi zot bo'lganlar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Gunohlarning yana chirkin asoratlaridan biri bu banda Alloh o'zini bandasini unutadi va hattoki insonni o'ziga unuttirib qo'yadi. Inson o'zini o'zi unutib qo'yadi. Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqulloha innalloha khabirun bima ta'malun va la takunu kallazina nasulloha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun." Hashr surasida Alloh taolo aytadiki: "Ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan taqvo qilinglar va sizlardan har biringiz ertangi kun uchun nima hozirlaganini, nima tayyorlaganini, ya'ni qiyomat kuni uchun nima tayyorlab qo'yganligiga e'tibor qilsin, qarasin. Allohdan qo'rqinglar, chunki Alloh taolo sizlarni qilib turgan har bir amalinglardan xabardordir. Sizlar Allohni unutgan insonlar kabi bo'lmangiz. Ular Allohni unutdilar, Alloh esa ansahum. Alloh esa ularni unutib qo'ydi. Ya'ni Allohni unutishligi bu haligi nima deydi? Allohni haligi Alloh hech narsani unutmaydi, lekin Alloh taolo undan yuz o'girishni ma'nosida. Alloh taoloni unutib ularga qaramay qo'ydi. Fa ansahum anfusahum, va Alloh taolo ularni o'zlariga unuttirib qo'ydi. Ulaika humul fasiqun, mana bunday insonlar fosiqdirlar, ya'ni gunohkor insonlardir. Ya'ni Alloh taolo insonni o'ziga unuttirib qo'yishligi bu inson o'ziga nima foyda-yu, nima zarar narsasini esdan chiqarib qo'yadigan qilib qo'yadi. Xuddinki nima deydi? Inson haligi o'zini foydasiga emas, zarariga ishlayotgan insonni ko'rsangiz nima deysiz? Bu majnun bo'lsa kerak deysiz. O'zini foydasiga kerak narsani tark qilib, zarar beradigan narsani olishligi nima bo'ladi? Bu insonning bir aqlsizligidir. Lekin agar Alloh taolo agar inson Allohni unutadigan bo'lsa, Alloh ham uni unutadi va Alloh taolo uni o'ziga unuttirib qo'yadiki, inson o'ziga foyda bo'ladigan narsalardan yuz o'giradigan bo'lib qoladi. Nima foyda, nima zarar bilmay qoladi. Qalb ko'zi nima qiladi? Ko'r bo'lib qoladi. Endi yana Alloh taoloning ya'ni gunohlarning insonlarga chirkin asoratlaridan biri bu gunohkor bandaga Alloh g'azab qiladi. Alloh taolo aytadiki: "Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Alloh taolo har qanday ko'rnamak
va jinoyatchini yaxshi ko'rmaydi deydi. Har qanaqangi gunoh Allohni g'azabini qo'zg'atilishiga sabab bo'ladi. Alloh taoloni achchig'ini keltiradi yani. Ya'ni tasavvur, Robbul alamin sizga achchiq qiladigan bo'lsa, sizni holingiz nima kechadi? Siz bir ojiz, o'zingizga o'zingiz bir hukm qila olmaydigan bir ojiz banda bo'lsangiz, qanday qilib Allohni amridan chiqasiz va Allohni g'azabiga duchor bo'lasiz? Alloh saqlasin. Va tarix mobaynida, insoniyat tarixi mobaynida biz Allohni g'azabini keltirgan va dunyoni o'zida Allohni g'azabiga duchor bo'lib, uni azobiga duchor bo'lib halok qilingan qavmlarni bilamiz. Oqibati nima bo'lgan? Muaz ibn Jabal aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga bir nechta so'zlarni o'rgatdi. Ularning orasida shunday narsa bor edi: iyyaka val ma'siya, gunohlardan uzoq turgin. Chunki gunohlar Allohni g'azabini tushishligiga sabab bo'lib qoladi degandilar. Yana bir bor ustoz ruxsat bersangiz taklifni eslatib qo'ysam do'stlar, bizni kuzatayotgan do'stlar, ayni vaqtda hozir ustozimiz Said Jalolxon bilan suhbat kechayapti. Telegramda Imom Abu Hanifa Islom akademiyasi, Xalqaro Islom akademiyasi Telegram kanalida, qolaversa YouTube'da Registon TV kanalida ketyapti. Ayrim do'stlarimiz savollarni yozib ulgurdilar. Agar Telegramda kuzatayotgan do'stlarimizda biror bir savol, mavzuga oid, mavzuyimiz gunohlarning asorati, mavzuga oid savollar bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ga kirib Registon TV sahifasida bizni jonli efirda izohlar qismida savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bir qancha do'stlarimiz savollarni yozib qoldirdilar. Birozdan so'ng savollarni ustozga o'qib eshittiramiz. Sizda ham savollar bo'lsa, bu yerga yozib yo'llashingiz mumkin. Ahmad. Hop. Bugun yana bir mavzuni o'qib bugungi suhbatga inshaalloh yakun yasaymiz. Bu gunohlar qilingan yaxshi ajrlarni, yaxshi savoblarni nima qiladi? Yeb qo'yadi, yo'q qiladi. Uni botilga chiqarib yuboradi. Savban radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shunday dedilar: men bir qavmlarni bilaman. Ular meni ummatimdan. Qiyomat kuni Tihama tog'lari kabi buyuk bir savob ajrlar bilan kelishadi. Qiyomat kuni keladi, qilgan ishlari Tihama tog'lari. Tihama juda yuksak bir Arabistondagi tog'lar. Va Alloh taolo ana shu tog'dek ajrlarini sochilgan to'zondek parishon qilib tarqatib yuboradi. Savban aytdiki, radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, u insonlarni bizga sifatlab bering, nima uchun ular bunday jazo bilan jazolanishadi? Tog'lar qadar buyuk bir ajrlar bilan kelishadi qiyomat kunida va u birdaniga yo'q bo'lib, to'zondek sochilgan to'zondek changdek bo'lib tarqab ketadi. Ularni bizga sifatlab beringki, biz ulardan bo'lmaylik, ya Rasululloh, biz ularni tanimaymiz dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki, amma innahum ikhwanukum, bu sizlarga o'xshagan, sizlarni birodaringlar. Min jildatikum, ya'ni sizga o'xshagan insonlardan u insonlar. Va ular ham kechasi namoz o'qishadi. Sizlar kechasi ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, xuddi sizlar kechasi tahajjudlarga turib ibodat qilganinglar kabi ular ham ibodatlar qilishadi. Ammo ular shunday insonlarki, agar yolg'iz qolishganida Allohni man qilgan amallari bilan, Alloh taolo harom qilgan amallar bilan yolg'iz qolishgan vaqtda intahakuha, anu amallarni qilib qo'yishadi. Insonlarning oldida namozxon, taqvodor, lekin yolg'iz qolgan vaqtda Alloh taoloni ko'rib turganligini unutgan holatda, yondagi farishtalar yozib turishini unutgan holatda, yolg'iz qolgan holatda qo'l urishadi. Mana shu qilgan gunohlari ularni o'sha kecha o'qigan namozlarini, kunduz qilgan ajrlarini nima qiladi? Yo'q qilib yuboradi. Bu qanday biz masalan
dunyo molimizni saqlashlikka harakat qilamiz. Masalan, deylik, bir narsa sotib olsak, bir yegulik sotib oladigan bo'lsak, keragini yeymiz, qolganini qayerga qo'yamiz? Muzlatgichga qo'yamizki, aynimasin, buzilmasin, isrof bo'lmasin deymiz. Yoki kerak bo'lsa muzlatamiz. Ba'zi bir daraxtlarni qishda sovurmasin deb uni saqlab qo'yamiz, ya'ni ko'mamiz. Yo bo'lmasa mashinamizga zarar bermasin deb uni ustiga bir narsa qoplatamiz masalan. Yo bo'lmasa atagin mashinamizga zarar tegmasin deb ustiga bir garaj qo'yamiz yoki yopiq joyga qo'yamiz. Masalan, o'tgan yillarda Istanbulda ba'zi bir voqealar bo'ldi. Osmondan do'l yog'gan edi. O'sha mashinalarga zarar berdi, juda ko'p mashinalarga. Do'l yog'iladi deganda men ko'rgandim, insonlar uylaridagi ko'rpa to'shaklarini olib chiqib mashinalarning ustiga yoyib qo'yganlarini ko'rdim. Ko'chalar to'la mashina turgan nimalarda ustlariga shunaqa. Ya'ni inson dunyolik narsalarni saqlashga qiladi. Va juda ajoyib narsaki, ya'ni ajablanarli narsaki, inson qilgan savobini, ajrlarini saqlashlikka, uni yo'q bo'lib ketishidan qo'rqishmaydi. Qilgan ishini minnat qilib yo'q qiladi. Yoki bo'lmasa gunohlar qilib turib, o'sha gunohlari tufayli qilgan amallari nima qiladi? Yo'q bo'lib ketadi. Tasavvur qiling, siz bir savob ishni qildingizda, orqasidan gunoh ishni qildingiz. U gunoh bilan savob nimaga qo'yilganda, pallaga qo'yilganda, u gunoh bu savobni nima qiladi? O'chirib yuboradi. Uni foydasini yo'qqa chiqaradi. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Atadruna malil muflis?" Bankrot bo'lgan insonni bilasizlar? Muflis degani, ya'ni bir dunyo puli bor edi, oxirida noto'g'ri bir tijorat qilgani uchun har narsasini ajralgan odamga muflis deyiladi. Shunda ular kasodga uchragan inson. Qalu al-muflisu fina. Sahobalar aytdilarki, bizda kasodga uchragan muflis bu la dirham lahu va la mata. Uni bir puli ham yo'q, bir mol dunyosi ham yo'q insonga. Mana shunday kasodga uchragan inson shu ma'noda bilamiz dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ummatimdan kasodga uchragan odam qiyomat kuni namozi bilan, ro'zasi bilan, zakoti bilan keladi. Lekin shuning bilan barobar, shuning bilan birgalikda birovni so'kkan, birovga tuhmat qilgan, birovni molini yegan, birovni qonini to'kkan, birovni urgan. Endi mana bularni hammasini haqqini ado qilishlik kerak. O'sha qilgan savobidan unga ham beradi, bunga ham beradi. Agar savoblari tugab qolsa, kimga zulm qilgan bo'lsa, kimni molini yegib, kimni haqqini yegan bo'lsa, ularni gunohlarini o'zini yelkasiga oladi-da va jahannamga uloqtiriladi dedilar. Mana bu haqiqiy kasodga uchragan inson, muflis, bankrot inson shu bo'ladi. Savoblarni ishni qiladi, orqasidan gunohni ham qiladi. Inson o'zini mumkin qadar gunohlardan tiysagina savob amallarning foydasi bo'ladi. Bo'lmasa mana shu gunohning kasofati butun nimalarni, yaxshi amallarni nima qilib tashlaydi? Yo'q qilib tashlaydi. Abul Aliya aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari ixlos bilan hech qanaqangi gunoh ta'sir qilmaydi deyishardi. Ya'ni muxlis bo'lsangiz, Alloh uchun xolis bir ish qiladigan bo'lsangiz, bir gunoh sizga zarar bermaydi deyishardi. Yoki bo'lmasa hech bir yaxshi amalga shirk aralashadigan bo'lsa, uni foydasi bo'lmaydi deyishardi. Alloh taolo shu oyatni tushirdi. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Alloha va atii'ur rasula va la tubtilu a'malakum. Ey iymon keltirgan bandalar, Allohga itoat qilinglar va uni rasuliga itoat qilinglar. Va amallarni, qilgan amalinglarni botilga, yo'qqa chiqarmanglar degan oyat tushdi. Undan keyin sahobalar har qanaqangi gunohlarni, yaxshi amallarni botil qilib yuborishligidan, yo'qqa chiqarib yuborishlikdan qo'rqishdi va gunohlardan uzoq turishdi. Bu Ibn Abi Hatim tafsirida rivoyat qiladi. Qatoda bu oyatning tafsirida aytadilarki, "Man istata'a minkum an alla yubtila amalan salihan bi amalin sayyi'in falyaf'al." Sizlardan biringiz ishlagan ajr savobini yomon orqasidan bir gunoh ishlab uni yo'qqa chiqarmasligini qo'lidan kelsa shuni ishni qilsin. Va aytsinki, la havla va la quvvata illa billah. Hech qanday Allohni
Allohdan tashqari hech bir kuch-quvvat yo'qdir desin. Chunki har bir ishni, har bir yaxshi ishni, har bir xayrli ishni bir yomon ish yo'qqa chiqaradi, nasx qiladi. Va har bir yomonlik bir yaxshi ishni yo'q qiladi, har bir yaxshi ish yomonlikni yo'q qiladi. Va har bir amalni bahosi xotimasi bilan bo'ladi. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Yaxshi amallar gunohlarni kechirilishiga sabab bo'lganidek, yomon amallar ham ishlangan savob amallarni yo'qqa chiqishligiga, botil bo'lishligiga sabab bo'lib qoladi. O'shaning uchun inson xuddinki dunyo matosini saqlagandek o'zini qilgan yaxshi amallarni saqlashlikka ham e'tibor berishligi kerak. Ibnul Qayyim aytadilarki, amallarni yo'qqa chiqaradigan, amallarni puchakka chiqaradigan va buzadigan ishlar juda ham ko'p. Ularni son-sanog'i yo'q. Aslida yaxshi ishni qilishlik emas, balki u ishni buzib qo'ymasdan, bekorga chiqarib yubormasdan saqlab qo'yishlik qiyinroq deydi. Ya'ni inson ko'p yaxshi amallarni dunyoda qiladi, lekin oxiratga olib ketishligi juda ham qiyin. Chunki u qimmat narsa. Sizni masalan boyligingiz bor deylik, tillangiz bor, pullaringiz bor. Nima qilasiz uni? Ya'ni mumkin qadar bildirmaslikka harakat qilasiz, ko'z-ko'z qilmaslikka harakat qilasiz. Chunki sizda bir qimmat narsa borligini bilgan insonlar unga tajovuz qilib qo'lingizdan olishlikka harakat qiladi. Pulingiz bo'lsa bankiga qo'yasiz, bilmadim, yoki seyfga qo'yasiz, tillani ham shunday. Uni saqlashlik uchun bir bino qurasiz, uni saqlashlik uchun yana nima deydi, qorovul olasiz, yana har xil otar miltiqlar olasiz. Xullas, imkon qadar sizdagi qimmat narsalarni, dunyoda qadri bor narsalarni siz mumkin qadar saqlashlikka harakat qilasiz. Lekin qiyomatni valyutasi, qiyomat kuni tosh bosadigan ishlar nima? Insonni qilgan savob ajrlari, amallari. Va buni ham yulib olishlikka, sizdan tortib olishlikka harakat qiladigan kuchlar bor. Shayton bor, jin bor, hasadgo'y insonlar bor. Ana shulardan siz o'shalarni saqlab, bu tikanlik, shamollik, bo'ronlik, do'l, qor, yomg'ir yog'ib turgan toyg'on zamindan, sirg'anchiq zamindan siz olib borib, eplab nima qilib o'tib olishingiz kerak narigi dunyoga. Qilishlik kerak va uni saqlab obod o'tirish kerak. Mana bu narsalardan nima qilishga kerak? Inson harakat qilishlik kerak. Va buni eng katta nimasi gunohlardan saqlanishlik. Mumkin qadar gunohlardan saqlagan odam savoblariga ham nima qilmaydi, putur yetmaydi. Bugungi suhbatimiz shu bilan shu yerda. Keyin bu mavzuni ham davom ettiramiz inshaalloh. Savollar bo'lsa balki bir ikkitasiga javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh ustoz, avvalambor minnatdorchilik bildiraman. Juda ajoyib suhbat bo'ldi. Ayniqsa oxirgi mana shu mavzuyimiz savobni eng ehtiyot qilgan bir shaklda, xuddiki dunyo mollarimizni qanchalik ehtiyot qilishga diqqat qaratgan bo'lsak, savoblarimizni ham shu darajada ehtiyot qilib, qo'riqlab Allohning huzuriga yetib borishligimizni Alloh taolomiz nasib qilsin. Amin. Ilohim, bu yerda savol kelibdi. Ismatov do'stimiz yozibdilar YouTube'dan. Ustoz, sizga savolim, nafsni qanday qilib o'zimizga bo'ysundirsak bo'ladi? Xuddiki nafs istagan narsani qilayotgandekman. Ya'ni masalan kitob o'qisam uyqu keladi, ertaga o'qiysan yoki Qur'on yodlasam, ya'ni erinchoqlik desakmi bu narsani, shunga o'xshagan savollarni yo'llabdilar nafs masalasi. Nafs to'g'risida kechagi savol javobda ham Obidxon ustoz ancha yetarli darajada tushuntirib o'tdilar. Tavsiya qilardim, ya'ni savol javobni ba'zi o'sha oxirgi qismlarida nafs to'g'risida so'ralgan, nafsni qanday qilib o'ziga bo'ysundirsa bo'ladi. Nafs ham turli. Asosan insonlarni shikoyat qiladigan narsa nafsi ammora, ya'ni insonlarni ya'ni nima deydi, yomonlikka chaqiruvchi bir nafs. Ya'ni nafs ham Alloh taoloning maxluqoti, ya'ni Alloh taolo bergan, ya'ni o'zi ya'ni masalan farishtalarda bo'lmagan nafs, ya'ni
Alloh taoloda ham bor narsa. Alloh taolo o'z nafsiga nima qiladi? Qasam ichadi ba'zi bir o'rinlarda. Endi nafs insonlarning ichidagi bir nima? O'zi aslida nafs shunday narsaki, insonga qisqa bir muddatdagi foydali narsani nima qiladi? Ko'rsatadi, unga undaydi. Ya'ni u narsani foydali deb o'ylaydi. Aslida nafs agar aqlga itoat qilganda edi, aql nima deydi? Masalan, bugun sen hozir ko'p uxlasang, kitob o'qimasang, ertaga qiynalasan. Nafs aytadiki, yo'q, mana shu hozirgi paytda, mana shu hozirgi holatda men shuni istayapman. Bu men uchun yoqimli. Lekin aql aytadiki, yo'q, sen nima qilishing kerak? Hozir harakat qilishing kerak. Bo'lmasa, ey nafs, ertaga senga yana o'zingga yomon bo'ladi. Yana sen qiynalasan, deydi aql. Nafsning muqobilida aql turadi. Aql insonni agar ko'proq nafsiga emas, aqliga emas, nafsiga itoat qiladigan bo'lsa, yana nafsi zarar ko'radi. Aslida nafs uchun jannatga kirishlik yaxshi emasmi? Mana siz nafsdan so'raysan, ey nafsim, senga qaysinisi ma'qul? Mana hayotdagi nimalarga qara, tarixlarga qara. İnsonlarning hayotdagi tarixlariga qara. Buyuk insonlarning tarixini o'qiydigan bo'lsangiz, hammasi qiyinchiliklarda, bir muddat qiyinchiliklardan o'tgan. Ya'ni rohatda, farog'atda, yengillikda yashagan insonlardan hech qachon buyuklar yetishib chiqmagan. Har bir buyuk insonni diniy sohada bo'lsin, dunyoviy sohada bo'lsin, tarixini ko'radigan bo'lsangiz, albatta zo'rliklardan, qiyinchiliklardan, og'irliklardan, o'shalarga toqat qilib bardoshlikdan keyin kelgan. Xuddaligi maqolda aytilgandek, sen buyuklikka yetishmaysan, hatto sabr degan daraxt bo'lar ekan, nihoyat darajada qattiq, achchiq bir nima bo'lar ekan, daraxt bo'lar ekan, shuni yalamaganicha buyuklikka yetmaysan. Ya'ni inson qiyinchiliklarni ko'rmaguncha oliylikka yetisha olmaydi. Toqqa chiqmasang do'lona qayda degan bizning maqolamizda masalan yurish kerak, tog'larga chiqish kerakki o'sha narsani olishlik kerak. Endi nafs shu narsani albatta u nafsni tinglaydigan bo'lsa, shuning uchun u vaqtda aqlga murojaat qilasiz. Nafsingizga nasihat berasiz yoki bo'lmasa nafsingiz bilan biroz murosaga kelishasiz. Aytasiz, mayli, yarim soat uxla, budilnikni qo'y, keyin turib o'qi. Nafsingizda aytganini ozroq qildingiz va uni keyingi bir ishga nima qiling? Shu bilan nafsni astalik bilan nima qiladi? Tarbiyalab boriladi. Tarbiyalanib, hattoki nimalar aytadi? Inson nafsi keyin insonga nima qiladi? Itoat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ham biz bilamiz. Rasululloh qanday qiyin, yetim oilada tug'ildilar, faqir bir oilada tug'ildilar, yetimlikda o'sdilar. Keyin Alloh taolo u kishini payg'ambarlik bilan mukarram qildi. Keyin qavmidan qancha aziyat, zararlar ko'rdilar. Madinaga ko'chib vatandan ketishlikka majbur bo'ldilar. Hayotida insoniyatni boshiga kelgan qanaqangi musibat bo'lsa Rasulullohda jamlandi. Farzandlari vafot etdi, ayollari vafot qildi. Tishlari qonadi. Ya'ni Rasulullohning hayotini ko'radigan bo'lsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning eng sevimli bandasi. Lekin hayotida qancha qiyinchiliklardan o'tgan. Shuning uchun albatta nafs bilan mujodala qilinadi, nafs bilan murosa qilinadi. Murosa qilinadi deganda aytiladiki, mayli, sen shuni istayapsan, men shu masalan, hozir uxlashni istayapsan, mayli, senga yarim soat uxlab ol, lekin men shu paytda turib keyin o'qiymiz. Mana boya men seni aytganingni qildim, endi sen meni aytganimni ham qilasan deb qilinadi. Ozroq qarshi chiqishlik bilan bo'ladi. Tamoman nafsga qarshi chiqishlik insonni bezdirib qo'yadi. Nafs bilan qo'pol yo'llar bilan harakat qilib bo'lmaydi. Qo'pol yo'llar bilan urushib, nima deydi, jang qilib bo'lmaydi. Faqat yaxshilik bilan, ozgina nima bilan, kelishuv bilan bo'ladi. Albatta endi Alloh taolo harom qilgan narsalarga nafsga hech qanaqangi itoat qilinmaydi. Chunki nafsiga qul bo'lgan inson hamisha xo'r bo'lgan. Nafsiga itoat qilgan inson hamisha xo'r bo'lgan. Buni nafsga tushuntirishlik kerak. Ey nafsim, sen qandaysan? Bu hozir buni istayapsan-da, ertaga yana oliy maqomlarga chiqishni istayapsan.
sen qaror qabul qil. Yo hozir qiynalamiz, keyin orqasidan bir yengillik, rohat keladi. Yo bo'lmasa hozir mazza qilamiz, lekin ertaga keyin enamizni ko'ramiz keyin deb tarbiyalanadi. Asta-sekinlik bilan, yumshoqlik bilan, bezdirmasdan. Chunki bezdirilgan nafs nima qiladi? Nima qilib qoladi? Bezib qoladi amallardan. Masalan, olasiz, men sen adabingni beraman, nafsim deysiz, kechasi bilan majburlab o'zingiz ibodat qilib chiqasiz. Bugun qilasiz, 2 kun qilasiz, keyin nima qiladi? U sinadi. Ya'ni itoat qilmay qo'yadi. U bezib qoladi nimalarda, yaxshiliklar. Yana bu borada nafs tarbiyasi bo'yicha kitoblar bor. Ibn Qayyimni o'sha nafs tarbiyasi to'g'risida kitoblarga murojaat qilinsa bo'ladi. Tavsiyam shu. Yana bir savol bo'lsa. Ustoz, aslida savollarimiz bir qancha, yetarlicha. Bu savollarni olib qo'ysak keyingi suhbatlarimizga, chunki tinglovchilarimiz charchab qolishmasin. 1 soatdan oshiq suhbat qildik. Qolaversa siz ham charchab qolmang ustoz. 1 soatdan beri to'xtovsiz gapirish oson emas. Tinglovchilarga buni bir qadar tushunishliklarini iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu yerda suhbatimizga yakun yasasak, menimcha maqsadga muvofiq me'yorida bo'ladi shekilli. Qadrli tinglovchi, biz 1 soatga yaqin bo'lib o'tgan suhbatimiz gunohlarning asorati mavzusi asosida bo'ldi. Ustoz, bu davom ettiramiz hali bu mavzuni. Inshaalloh bu mavzu kelasi yana bir suhbatimizda yakun yasasak kerak, Alloh nasib qilsin. Inshaalloh yana kamida bitta darsimiz yana davom etadi. Eshitganlardan Alloh rozi bo'lsin. Barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Siz bilan yaqin daqiqalar davomida ustozimiz Said Jalolxon bilan suhbat qilgan bo'ldik. Ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.